Demak, bugungi mavzumiz o'sha geometrik optikaning keyingi mavzusi linzalar. Yozamiz. Linzalar. Linzalar. Xo'sh. Linzalar ikki turga bo'linadi. Yozamiz. Linzalar necha turga bo'linar ekan? Ikki turga bo'linadi. Birinchi qabaraq linza. Ikkinchi botiq linza. Botiq linza. Qabaraq linzaning ikkinchi nomi yig'uvchi linza. Yig'uvchi. Botiq linzaning boshqacha nomi sochuvchi linza. O'zi bularni farqlaymiz, ikkalasi nimasi bilan farqlar. Linzalar necha xil bo'lar ekan? Ikki xil bo'ladi. Qabaraq linza bor ekan, botiq linza yoki yig'uvchi linza, sochuvchi linza. Endi har xil linza berilgan bo'lsa, masalan, turli xil turdagi. Yig'uvchi linzani belgilashda mana bunaqa belgi bilan belgilanadi. Ikkita strelka bor-ku, qarama-qarshi joylashgan strelkaga o'xshab belgilaydi. Sochuvchi linzani mana bunday belgilaydi. Tushundingizmi? Yig'uvchi linzani belgilanishi mana bunaqa, sochuvchi linzaning antennaga o'xshaydi. Kelishdik-a? O'zi maktabda ham linzalarni ko'rgansizlar, yorug'likni yo bir joyga yig'ib beradi, yo sochib beradi. Ana shu yig'ib berish yoki sochib berishiga qarab linzalar ikki turga bo'linadi. Yig'uvchi linza bor, yana qanaqa linza bor ekan? Sochuvchi linza bor. Endi turli xil linzalar berilgan bo'lsa bizga, masalan, mana bunaqa, mana bunaqa, bunday bo'lishi mumkin, yoki mana bunaqa beriladi linza. Xo'sh, yana qanaqa berilishi mumkin? Mana bunaqa linzalar bor yana. Xullas, linzaning turi ko'p, juda ham ko'p. Va hokazo. Endi ko'rasiz, linza bo'ylab parallel to'g'ri chiziqlarni o'tkazasiz. Markazga borganda parallel to'g'ri chiziqlarimiz markazga borgan sari kattalashib borsa parallel chiziqlarimiz, uni o'tini qabaraq linza deymiz. Shuni badlamang aka. Kichrayib borsa-chi, botiq linza deymiz. Mana qarang, parallel to'g'ri chiziqchalar o'tkazsak, mana ko'ryapsizlarmi mana? Nima qilib bo'lyapti bu? Mana kattalashib boryapti-mi chiziqlarimiz? Bu qanaqa linza ekan? Qabaraq linza. Qabaraq. Buni qarang endi, buni mana. Qanaqa linza bu? Qabaraq. Bo'lmasa adashishingiz mumkin-da ba'zi birlariga. Bu ham qanaqa linza bo'lar ekan? Qabaraq linza. Mana buchi? Botiq linza. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ha? Buchi? Botiq linza, ha? Yoki sochuvchi linza. Buchi, ana e'tibor bering qani? Ha? Qabaraq. Qabaraqga Q qo'yaman, botiqqa B qo'yib ketaman ichiga. Bu qabaraq linza ekan. Bu ham qabaraq, bu ham qabaraq. Hazırlaştım. Botiq. Bu ham botiq. Buchi? Qabaraq. Va hokazo. Linzani o'sha ko'rinishidan darrov ko'zingiz bilan nima o'tkazib qo'yar ekansiz? Parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazasiz. Shu kattalashib borsa qabaraq, kichrayib borsa-chi, botiq linza bo'ladi. Tushundingizmi bu ma'lumotga? Endi e'tibor bering. Bularning nima xususiyati bor? Yig'uvchi linza bilan sochuvchi linzalarni nima karomat ko'rsatadi bu bizga? Nima xususiyati bor desa, xo'sh, linzani chizsak, mana linza chizamiz bitta. Qanaqa linza chizdim? Qabaraq linza. Qabaraq linza chizsak, demak buni nomini linza deb ataymiz.
Linza. Mana buni otini bo'sh optik o'q deymiz. Bo'sh optik o'q. Mana bu o'rtasini, mana bu demak bo'sh optik o'q, o'rtasi optik markaz deb nomlangan. Optik nima ekan? Markaz deb nomlanadi. Linzada, demak linzada o'sha yorug'likni, yo'lini yoki qanaqadir tasvir hosil qilish uchun shu minimum biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Birinchidan linzani farqiga borishimiz kerak. Berilgan linzamiz yig'uvchimi, sochuvchimi? Ya'ni qabariqmi, botiqmi? Ikkinchi savolimiz bor ekan. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, linzada yorug'likni yo'lini ko'rsatishimiz uchun, qanaqadir nurni, qanaqadir tasvirni hosil qilishimiz uchun bo'sh optik o'q o'tkaziladi. Linza tekisligiga perpendikulyar o'tkaziladi. Mana 90 gradusda tik o'tkaziladi. Mana shu tik o'tkazib o'rtasidan o'tganini nomini nima derkan? Bo'sh optik o'q deydi. Linza bilan bo'sh optik o'qni kesishgan joyini optik markaz deydi. Tushunarlimi? Yig'uvchi linzani xususiyati shundan iboratki, e'tibor beringlar. Optik markazga parallel kelgan nurlar albatta bitta nuqtada uchrashadi. Optik markaz qaysi edi? Bo'sh optik o'qga nima qildim? Yig'uvchi linzaning xususiyati shundan iboratki, bo'sh optik o'qga parallel kelgan nurlar, mana bitta nur bo'lsin, mana ikkinchi nur, mana uchinchi nur, mana to'rtinchi nur. Bo'sh optik o'qga parallel kelgan nurlar albatta bitta nuqtaga yig'iladi. Bu yig'uvchi linzaning xususiyati. Mana kelayotgan nur albatta mana shu yerdan o'tsa, bunisi ham shu nuqtadan albatta o'tadi. Bunisi ham shu nuqtadan o'tadi. Bunisi ham mana. Hammasi bitta nuqtada yig'ildimi? Buni nomi nima ekan? Bo'sh optik o'qga parallel nurlar yig'uvchi linzada bitta nuqtaga yig'ilib harakatni davom ettiradi nurlar. Tushunyapsizlarmi? Endi mana shu yig'ilgan nuqtadan optik markazgacha bo'lgan mana bu masofani F bilan belgilasak, F bu yerda fokus masofasi deyiladi. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Sochuvchi linzada-chi desalar, sochuvchi linzada ham qanaqadir qonuniyat bor. Hozir ko'ramiz. Mana bu qanaqa linza? Aytinglar. Sochuvchi linza. Bu nima endi? Bo'sh optik o'q. Bu qaysi nuqta? Optik markaz. Bo'sh optik o'qga parallel nurni yuborsak, sochuvchi linzada bitta, ikkita, mana 3ta, mana bu 4ta. Ha? Bo'sh optik o'qga parallel nurlarni yuborsak, yig'uvchi linza bitta nuqtaga yig'ardi-ku. Tushunaymi? Endi sochuvchi linza sochadi nurni. Lekin o'zi xohlaganday sochmaydi mana. Qanday to'g'ri kelsa shunday sochmaydi. Mana sochuvchi linza nurni sochadi. Mana birinchi nurni davomi, mana bu ikkinchi nurni davomi, mana uchinchi nurni davomi, mana bu to'rtinchi nurni davomi. Ha? Shunday qonuniyat bilan sochuvchi linzada nur shunday qonuniyat bilan sochiladiki, sochilgan nurning orqalarini xayolan birlashtirsak, bitta nuqtaga birlashadi. Xayolan. O'zi birlashmaydi. Mana xayolan birlashtirsak,
xayolan birlashtirsak nima qilar ekan? Mana bu siylanroq bo'ldi. Bitta nuqtaga birlashadi. Mana. Va mana shu birlashgan nuqtadan optik markazgacha bo'lgan masofani nima deb ataymiz bunda ham? Fokus masofa deb ataymiz. Va har bir linzada nechta fokus masofa bor desa, ikkita fokus masofa bor. Simmetrik joylashgan linzada bu tomonida bor va xuddi shunday parallel nurlarni bu tomondan yuborsak, bu yoqqa birlashadimi endi? Ha? Mana bu qancha masofa bo'lsa, mana bu yerda yana bitta fokus masofa bor. Bunda ham bu yerda bitta fokus masofa bormi? Bu joyda yana bitta fokus masofa bor. F bilan belgilaymiz. Mana shu masofa F. Parallel nurlarni bu tomondan yuborsak sochiladi. Sochilgan nurning orqasi shu nuqtaga keladi. Tushundingizmi? Ha? Demak, linzalarda nechta fokus masofa bo'ladi? Ikkita. O'ng tomonda bitta, chap tomonda bitta. Yig'uvchidami, sochuvchidami? Ikkalasida ham. Yig'uvchi linzani nima xususiyati bor ekan? Nima karomati bor ekan? Yig'uvchi nurlarni bir nuqtadan yig'adi degan gapingiz noto'g'ri. To'liq aytish kerak. Nima deymiz? Bosh optik o'qga parallel kelgan nurlarni bitta nuqtaga yig'adi va o'sha yig'ilgan nuqtadan optik markazgacha bo'lgan masofani nima deb ataymiz? Fokus masofa deb ataymiz. Tushunarlimi? Sochuvchi linzani nima karomati bor ekan? Ha, aytinglar buni. Bosh optik o'qga parallel kelgan nurlarni sochadi va shunday qonuniyat bilan sochadiki, sochilgan nurlarning orqa qismi xayolan bitta nuqtaga yig'iladi. Va bu nuqtadan optik markazgacha bo'lgan masofani nima deb atar ekanmiz? Fokus masofa. Qiyinmi, osonmi? Yozib oling. Endi davom ettiramiz. Qaranglar-da. Endi parallel nurlar bosh optik o'qga parallel bo'lmasa-chi? Parallel nurlar kelyapti. Masalan, qanaqadir yig'uvchi linza, parallel nurlar mana bunaqasiga kelib tushyapti linzaga. Qarasizlar, mana shunaqa 3 ta nur kelyapti. Bunda linzada baribir ham parallel kelgan nurlar albatta bitta nuqtaga yig'iladi. Yig'uvchi linzada. Yig'iladi, faqat bosh optik o'qning ustida emas. Qayerdadir mana bunday kelib, qayerdadir mana shu nuqtada masalan yig'iladi mana. Ko'rasizlar? Sinib bitta nuqtaga yig'iladi. Bu nuqta albatta fokal tekislikda yotadi. Mana yig'ilgan nurlar nima deyotganmiz? Parallel nurlar albatta fokal tekislikda yotadi. Fokal tekislik nima desa sizga? Fokal tekislik deb fokus masofadan o'tuvchi va bosh optik o'qga perpendikulyar bo'lgan tekislikka aytiladi. Ya'ni mana shu nimamizda fokus masofa o'zi aslida mana bu yerda. Ya'ni bosh optik o'qga parallel kelgan nurlar bo'lganda edi, mana shu nuqtada yig'ilardi. Fokal tekislikda yig'iladi degani mana shu fokus masofa tekislik. Ana mana shu fokus masofa orqali shunday kessak, mana shu tekislik qanaqa tekislik bo'lar ekan? Fokal tekislikning ustida yotadi. Mana shu tekislikda, mana shu sal pastroqda shu tekislikda yotadi. Ko'ryapsizlarmi? Ha? Yuqoriga yuborsanglar, ana shu qayerdadir, mana shu fokal tekislikda yotadi. Tushundingizlarmi? Ha? Fokal tekislikni ham yozib qo'yasiz.
fokal tekislik bu bo'sh optik o'qga perpendikulyar va fokus masofa orqali o'tuvchi tekislik. Yana bir narsaga diqqat qilishlaringiz kerak. Bu yerda linzada yorug'lik nurining yo'li bor-ku. Masalan, bitta yo'ldan yurdimi, uni teskarisi ham albatta bajariladi. Nima demoqchiman? Masalan, mana yig'uvchi linza faraz qilaylik. Mana fokus masofalari mana bu nuqtalar, mana bular fokuslar desak, ekranni mana bu fokus masofa, bu fokus nuqtasi bo'lsa, hozir parallel yuborgan nurimiz albatta fokus masofadan o'tardimi? Ha? Bo'sh optik o'qga parallel yuborgan nurimiz tepada ko'rdik, albatta fokus masofadan o'tadimi? Shundaymi? Endi teskarisi ham yuradi nurimizni. Ya'ni fokus masofadan yuborgan nurimiz albatta nima bo'ladi? Kim aytadi? Bo'sh optik o'qga parallel bo'ladi. Fokus masofadan yuborgan nurimiz bo'sh optik o'qga mana nurni strelka bilan ko'rsatdi. Albatta nima bo'lar ekan? Parallel bo'ladi. Tushundingizmi? Ha? Yana salbiy yorug'dan yuborsak, ikkinchi nurni. Fokus masofadan fanarni fokus masofaga qo'yganmiz. Fokus masofadan yuborgan nurimiz bo'sh optik o'qga parallel bo'ladi. Tushunarlimi? Bu tomonga ham masalan mana shu fokus masofadan bunaqasiga yuborsak nurni, mana bunaqasiga yuborsak, bo'sh optik o'qga parallel bo'ladi. Demak, teskari gapimiz ham yurar ekanda. Nurni chappa yo'li ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bo'sh optik o'qga parallel kelgan nur albatta fokus masofadan o'tadi. Fokus masofadan yuborgan nurimiz albatta bo'sh optik o'qga parallel bo'ladi. Tushunarlimi? Buni ham chizib olinglar. Endi keyin linzada tasvir hosil bo'lishini ko'ramiz. Buni chizib oling. Endi demak, linzada tasvir hosil bo'lishini ko'ramiz. Avval yig'uvchi linzada, keyin sochuvchi linzada. Xo'sh, linza bir qarang, yig'uvchi linza berilgan bo'lsin. Mana qanaqa linza bu? Yig'uvchi linza. Faraz qilaylik, mana shu fokus masofasi bo'lsin. Mana bu F fokus masofasi, ikkita fokus masofa F. Bunisi 2F. Shundan 2 barobar ko'p uzoqlikni 2F qo'ydim. 2F. Ha? Endi bizda masalan archa berilgan. Faraz qilaylik, obyektimiz, buyumimiz archa. Buni nomi nima edi? Yig'uvchi linza. Buni nomi nima? Yig'uvchi linza, bo'sh optik o'q, fokuslari, ikkilangan fokuslari. Bu buyum. Archa. Buyum qayerda joylashgan? 2F dan tashqarida joylashgan. Endi shu buyumni linzada tasvirini hosil qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Demak, buyum 2F dan tashqarida joylashgan. Tashqarida joylashgan. Hamma vaqt linzada tasvir hosil qilish uchun bizga ikkita nur kerak kamida. Nechta nur kerak ekan tasvir hosil qilish uchun? Kamida ikkita nur. Birinchi nurimiz bo'sh optik o'qga parallel bo'ladi. Ikkinchi nurimiz optik markaz orqali o'tadi. Bo'sh optik o'qga parallel nurlarni biz ko'rdik hozir. Albatta nimadan o'tardi? Fokus masofasidan o'tardi. Optik markaz orqali o'tuvchi nur hech qayerga sinmaydi. Shunaqa xususiyati bor linza. Tushundingizmi? Birinchi nurimizni optik bo'sh optik o'qga parallel yuborsak, mana. Parallel ketdimi?
Mana nur. Bu nurni bundan linzadan o'tgandan keyin yo'li qanaqa bo'ladi? Fokus masofadan o'tadi. Mana o'sha nurimizni davomi mana shunday o'tib ketadi. To'g'rimi? Linzaning xususiyati shu o'zi. Fokus masofadan o'tish. To'g'rimi? Endi optik markaz orqali o'tuvchi nur nima qiladi dedik? Hech qayerga sinmaydi. Mana optik markaz orqali o'tuvchi nur hech qayerga nima qilmas ekan? Sinmaydi. Mana bu ikkinchi nurimiz. Ko'ryapsizmi? To'g'ri o'tib ketdi. Ikkalasi kesishgan nuqtada mana bu yerda mana tasvir hosil bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Archani linzadan o'tgandan keyingi tasviri mana bu yerda hosil bo'ldi. Ko'rinyaptimi hammaga? Ko'p kichkina emasmi? Ha? Endi demak e'tibor beringlar. Yig'uvchi linzada so'zlarga ma'nosiga e'tibor bering. Buyum 2F dan tashqarida turgan bo'lsa, birinchidan qanaqa tasvir hosil bo'ladi degan savol tug'iladi. Agar ikkita nur kesishsa, haqiqiy tasvir hosil bo'ladi. Ikkita nur kesishmasa, haqiqiy tasvir hosil bo'lmaydi. Uni o'tini mavhum tasvir deydi. Hozircha kesishyaptimi? Demak, qanaqa tasvir hosil bo'lar ekan? Haqiqiy, to'g'ri tasvirmi yo teskarisimi? Teskari. Kattalashganmi, kichrayganmi? Kichraygan tasvir qayerda hosil bo'ldi? 2F dan tashqariga qo'yganda F u 2F orasida hosil bo'ladi. Tushundingizlarmi? Ha? Hozir buni yozdiraman. Buni chizib oling avval, keyin buni hozir yozdiraman. Demak, qaranglar, bu linzamizda buyum qani, tasvir qani? Mana bu nima bu? Buyum. Bu-chi? Tasvir. Demak, buyumdan linzagacha bo'lgan masofani D harfi bilan belgilayman. Mana bu D. Ko'ryapsizlarmi? Tasvirdan linzagacha bo'lgan masofani kichik F bilan belgilayman. Katta F bilan yana adashtirmang. Katta F bu fokus masofa edi. Kichik F nima ekan? Tasvirdan linzaga. Bularni nima uchun kirityapmiz? Hozir linza formulasini yozganda bu narsalar kerak bo'ladi-da bizga. Demak, yozib qo'yaman. D nima ekan? D ning nomi buyumdan linzagacha masofa. Kichik F nima ekan? Kichik F tasvirdan linzagacha, ana bu linza-ku bu tasvir, ha? Tasvirdan linzagacha masofa. Endi birinchi xulosani qilamiz. Bundan keyin D, F deb ketaveramiz. D deb yozsam nimani tushunasizlar? Kichkina D qo'ysam. Buyumdan linzagacha masofa. Kichik F qo'ysam nimani tushunasizlar? Tasvirdan linzagacha masofa. Endi mana buni ham hozir qisqartirib yozaman, e'tibor bering, ma'nosini tushunasiz. Agar bu tasvirdan agar D katta 2F bu nima belgiydi? Bo'lsa. D katta 2F nima degani bu? D nima edi? Buyumdan linzagacha masofa 2F dan katta bo'lsa, ya'ni buyum 2F dan tashqarida joylashgan bo'lsa, mana bu bo'lsa degan belgi. To'g'rimi? Bo'lsa, e'tibor beringlar. Haqiqiy. Nima uchun haqiqiy deyapman? Asoslab beringlar. Haqiqiy. Ikkita nur kesishgani uchun haqiqiy. To'g'rimi, teskarimi? Teskari.
kattalashganmi, kichrayganmi? Kichraygan. Kichraygan. Tasvir qayerda hosil bo'ladi? Mana F u 2F orasi. Buni yozaman, qarang. Kichik F F dan katta, 2F dan kichik. F u 2F orasida hosil bo'ladi. Yana qaytib aytaman. Agar buyum 2F dan tashqarida bo'lsa, haqiqiy, teskari, kichraygan tasvir F u 2F orasida hosil bo'ladi degan so'zni mana bunaqa ko'rinishda yozdik. Tushunarlimi? Yozib oling, davom ettiramiz. Endi linzada tasvir hosil bo'lishini davom ettiramiz. Qaranglar, qanaqa linza olganman? Qanaqa linza olganman? Yig'uvchi yoki qabarli linza. Buyum qayerda joylashgan endi? 2F da. Oldin 2F dan tashqarida edi. Endi 2F ning ustida joylashtirsak, qani endi nima bo'ladi? Qo'yish, nechta nur kerak kamida menga tasvir hosil qilish uchun? 2 ta. Qanaqa nurlar kerak? Birinchisini qanaqa o'tkazay? Paralel demang. Nima deydi? To'g'ri gapiring. Bosh optik yo'qqa paralel o'tkazamiz. Ikkinchisini-chi? Optik markaz orqali o'tkazamiz. Bosh optik yo'qqa paralel kelgan nur albatta nima qiladi? Fokus masofadan o'tadi. Mana. O'tdimi? Optik markaz orqali o'tuvchi nur hech qayerga sinmaydi. Mana. Sal sizlarga chiroyli chiqadi, menga sal doska bo'lganimda egriroq chiqqan. Mana 2 yilni o'chirib turib ustiga yozib qo'yaman. Mana ko'rdingizmi? 2F dan tashqarida buyum turganda kichraygan tasvir hosil bo'ladi. 2F ni ustiga qo'ysam, o'lchami qancha bo'lsa, shuncha. Qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha yerda bu tomonda, ha? Hosil bo'ladi. Faqat to'g'ri tasvir emas, qanaqa tasvir hosil bo'lar ekan? Teskari. Yozamiz endi. Agar nima deyay? Sizlar menga aytinglar, o'shani yozaman. Agar D barobar 2F bo'lsa, haqiqiymi, mavhummi? Nima uchun haqiqiy? Bizdan o'tkazishyapti. Haqiqiy. Birinchi savolim shu. Ikkinchi savol, to'g'rimi, teskarimi? Teskari. Kattalashganmi, kichrayganmi? O'lchami buyum o'lchamiga teng. Tushunaymi? O'lchami buyum o'lchamiga teng tasvir qayerda hosil bo'ladi? 2F da. Kichik F barobar 2F da hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Chiroyli qilib daftaringizga chizing. Katak daftaringizga chizish osonroq doskaga nisbatan. Yozib oling. Endi davom ettiramiz. Demak, linzamiz qanaqa linzani ko'ryapmiz hozir? Yig'uvchi linzani. Buyum qayerga joylashgan? Qayerda joylashgan buyum? F u 2F orasida. Bizda
tasvirni hosil qilmoqchi biza. Tasvir hosil qilish uchun nechta nur kerak? Kamida ikkita. Birinchisi bo'sh optik yo'qqa parallel, ikkinchisi optik markaz orqali. Xo'sh, birinchi nurni o'tkazamiz mana. Mana o'tkazsak, fokus masofadan o'tadimi? Ha? Xo'sh. İkincisi optik markaz orqali o'tgan nur hech qayerga sinmay qayerdadir uchrashadi-yu, mana bu yerda sal orientirni noto'g'ri oldik. Mana qanaqa ta'sir hosil bo'lar ekan mana. Ko'rdingizmi? Sal joyimiz kichkinaroq qildi yoki archamiz kattalik qildi. Demak, tushunarli bo'ldi menimcha. Ha? Katta tarafli faraz qilamiz. Endi davom etsak, agar D F u 2F orasida bo'lsa, bu nima degani? Buyum F u 2F orasida joylashgan bo'lsa, qanaqa ta'sir hosil bo'ladi? Haqiqiymi, mavhummi? Haqiqiy. Nima uchun haqiqiy? Ikkita nur kesishyapti. Linzadan o'tgandan keyin ikkita nur nima qilyapti? Kesishyapti. Bo'lsa, haqiqiy. To'g'rimi, teskarimi? Nima uchun teskari? Mana bu tepaga edi, bu pastga qarab o'tirish, ha? Bu sal qisroq bo'ladi, albatta. Teskari. Kattalashgan, ha? Kattalashgan tasvir. Kattalashgan tasvir qayerda hosil bo'ladi? 2F dan tashqarida. Demak, kichik katta 2F da hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Ha? Hamma tushundimi? Buni ham yozib oling. Endi davom ettiramiz. Buyum qayerda joylashgan endi? F ning ustida joylashgan, ha? Buyum F ning ustida joylashganda baribir nechta nur kerak bo'ldi tasvir hosil qilish uchun? Ikkita kerak. Birinchisi bo'sh optik yo'qqa parallel, mana shu ketdi. Bo'sh optik yo'qqa parallel. Bu albatta fokusdan o'tadi. Ikkinchisi-chi optik markaz orqali. Optik markaz orqali o'tgan nur hech qayerga sinmay ketadi. Qaranglar, qani nima bo'ldi? Parallel hosil bo'ldimi? Parallel bo'lib qoldi. Qaranglar. Mana bu sizlarga matematika darslaringizga aniqroq ko'rinadi. Ikkita nur parallel bo'lib qoldi. Ya'ni kesishsa haqiqiy tasvirida. To'g'rimi? Kesishmasa-yu o'zimiz kesishtirsak, hozir ko'ramiz. Mavhum ta'sir bo'lardi. Buni kesishmadi ham, o'zimiz ham kesishtira olmaymiz. Parallel ketdimi? Ha? Demak, agar buyumni F ning ustida qo'ysak, qanaqa ta'sir hosil bo'lar ekan? Tasvir hosil bo'lmaydi. Yana shunaqa Lobachevskiy geometriyasida shunaqa nima borda? Teoriya bor. Parallel to'g'ri chiziqlar cheksizlikda borib albatta kesishadi deydi. Bu yerda ham ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'lsa agar ikki xil javob ham bo'lishi mumkin sizlarda. Savollarda shunaqa savol bo'lsa, birinchisi tasvir hosil bo'lmaydi, ikkinchisi nima bo'ladi desa, tasvir cheksiz uzoqlikda hosil bo'ladi. Tushundingizlarmi? Ikkala javob ham to'g'ri bo'ladi. Demak, mana bu yerga yozaman. Rozimisizlar? Bu joyni shu uchun saqlagan edimda. Mana buni yechimi bu yerda. Agar nima bo'ladi? D barobar F bo'lsa
tasvir hosil bo'lmaydi. Qavsli o zaman cheksiz uzoqlikda hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Yozib oling. Endi davom etamiz. Demak, yig'uvchi linzada bitta holat qoldi bizda. Nima holat qoldi? Buyum F linza orasida joylashgan bo'lsa. Bizga nechta nur kerak tasvir hosil qilish uchun? Ikkita. Birinchisi, bo'sh optik yo'qqa parallel. Qanaqadir odamchalar bu. Tushunarlar? Qaranglar doskaga. Bo'sh optik yo'qqa parallel. Bu albatta fokus masofadan o'tadi, to'g'rimi? Ikkinchisi optik markaz orqali o'tuvchi nur hech qayerga sinmaydi. Qaranglar, lekin parallel emas. Orasi nima qilib bo'lyapti? Ochilib bo'lyapti. Nurlar kesishmasa, orqasini birinchidan kesishmasa mavhum ta'sir hosil bo'ladi dedik, ha? Kesishmasa o'zimiz orqasini kesishtiramiz xayolan. Tushunarlimi? Ana shu nozik joyi shu mavhum ta'sir hosil bo'lishida xayolan orqasini kesishtirsak, mana shu to'g'risini davom ettirsam, bu yog'ini bu bo'rim albatta qayergadir kesishib qoladi-da keyin, to'g'rimi? Mana. Sizlar buni shtrix bilan chizasizlar. Mana. Qayergadir ochilib ketayotganida, mana nurni yubordik, ochildi. Bunisi bunaqasiga ketdi, orasi ochilib ketdi, orqasi bir joyda albatta kesishadi. To'g'rimi? Va bu odamchamiz mana buyum qaysi, tasvir qaysi? Mana bu buyum, bu tasvir. Tushunarlimi? Amma tushundimi? Agar nurlar kesishmas, orasi ochilib ketsa, nima qilar ekanimiz? Xayolan orqasini shu to'g'risini davom ettirib kesishtiramiz. Xo'sh, yozamiz. Agar D kichik F agar D kichik F bo'lsa, shundaymi? Sizlarga xalaqit bermasin. Bo'lsa, nima bo'lar ekan? Aytinglar. Mavhum. Haqiqiymi, mavhummi desa nima deysizlar? Nima uchun mavhum? Nurlar kesishmadi, o'zimiz kesishtirdik. Mavhum to'g'rimi, teskarimi? To'g'ri. Kattalashganmi, kichrayganmi? Kattalashgan. Tasvir qayerda hosil bo'ladi? F 2F orasida hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Buni ham chizib oling. Yig'uvchi linzalarni ko'rdik. Yig'uvchi linzada hamma holatlarni ko'rdik. Endi sochuvchi linza haqida gaplashamiz. Sochuvchi linzada buyumni qayerga qo'yishimizdan qat'iy nazar, sochuvchi linzada hamma vaqt bir xil tasvir hosil bo'ladi. Holat bir xil bo'ladi. Masalan, mana bu ilon deylik. Bu yoqda emas, uzoqroqda qo'ysak ham farqi yo'q. Mana. Buni olamiz, mayli. Bu yoqda qo'yamiz. Farqi yo'q. Qonuniyat bir xil bo'ladi. Tak, ikkita nur kerak edi bizda, shundaymi? Birinchisi. Bu nur albatta
masofada qayerdan o'tadi? Sochuvchi linzada fokus masofadan o'tadi. Sochuvchi linzada sochiladi. To'g'rimi? Mana bu. Mana birinchi nurimiz. To'g'rimi? Ikkinchisi, optik markaz orqali o'tuvchi nur hech qayerga sinmaydi. Mana bu birinchi nur, linzadan o'tgandan keyin mana ikkinchi nur. Kesishdimi ikkalasi? Linzadan o'tgandan keyin kesishdimi nurlar? Linzadan o'tgandan keyin nurlar kesishmadimi? Xayolan orqasini nima qilamiz? Kesishtiramiz. Mana buni o'qisak, mana kesishadi keyin. Mana shu o'sha ilonni kichraygan versiyasi desak, hamma vaqt sochuvchi linzada buyumni qayerga qo'ysak ham qanaqa tasvir hosil bo'lar ekan, aytinglar. Haqiqiymi, mavhummi? Mavhum. To'g'rimi, teskarimi? To'g'ri. Kattalashganmi, kichrayganmi? Kichraygan. Tasvir qayerda hosil bo'ladi? F bilan linza orasida. Hosil bo'ladi deb yozasiz. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Yozib oling. Endi linza formulalarini ko'rib chiqamiz. Demak, biz F bilan nimani belgilagan edik? Fokus masofa kichik D nima edi? Buyumdan linzagacha bo'lgan masofa. Kichik F-chi? Tasvirdan buyumgacha bo'lgan masofa. Demak, tasvirni linzada hosil qilganda fokus masofa, buyumdan linzagacha va tasvirdan linzagacha bo'lgan masofalar mana bu formulalar orqali bir-biri bilan bog'langan. Bu geometriya bilan isbotlanadi. Isbotini ko'rish shart emas, kerak bo'lsa men elektronizmni tashlayman. Demak, agar bizda yig'uvchi linzada haqiqiy tasvir hosil bo'lsa, qaysi formula yurar ekan? 1 taqsim F barobar 1 taqsim D plus 1 taqsim E. Biz ko'rgan rasmlardan qaysilariga to'g'ri keladi mana bu birinchi formula? Birinchi rasmga to'g'ri keladimi? Keladi, ha? Haqiqiy tasvir hosil bo'lyapti yig'uvchi linza. Ikkinchi tasvirga to'g'ri keladi. Uchinchisiga ham to'g'ri keladi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi rasmlarda haqiqiy tasvir hosil bo'lganmi? To'rtinchi rasmga to'g'ri kelmaydi. Chunki unga tasvir hosil bo'lmaydi, bu formula kerak emas. Demak, yig'uvchi linzada haqiqiy tasvir birinchi, ikkinchi, uchinchi chizgan rasmlarimizga to'g'ri keladi. Yig'uvchi linzada mavhum tasvir nechinchi rasmga mana bu formula to'g'ri keladi? 5-chi rasmga to'g'ri keladimi? Kattalashgan to'g'ri mavhum tasvirga. To'g'rimi? Mana bu rasmga. Xo'sh. Sochuvchi linzada hamma vaqt bitta formula -1 taqsim F barobar 1 taqsim D minus 1 taqsim kichik F keladi. Bu yerda bizga masalan fokus masofani beradi. Buyumdan linzagacha bo'lgan masofani beradi-yu, faraz qilaylik, tasvirdan linzagacha bo'lgan masofani so'raydi. Yoki boshqa ikkitasini berib, fokus masofani so'rashi mumkin. Va linza formulasini ishlatayotganda 99% hammasida kattalashtirish haqida gapirishi mumkin. Ya'ni kattalashtirish koeffitsiyenti K bilan belgilanadi. K barobar F taqsim D.
Bu degani f nima edi? Nima edi f? Tasvirdan linzagacha bo'lgan masofani buyumdan linzagacha bo'lgan masofaga bo'lsangiz, buyum necha marta kattalashgani kelib chiqadi. Va buni yana bitta formulasi katta h taqsim kichik h. Buni endi eslatma sifatida aytaman. Masalan, mana devorda katta rasm masalan hosil bo'lgan bo'lsa, 3 marta katta mana rasm hosil bo'lgan bo'lsa, kattalashtirish koeffitsiyenti nechiga teng bo'ladi? 3 marta kattalashgan bo'lsa, 3 ga teng. Buni topish uchun, demak, f taqsim d yoki mana bu tasvir balandligini buyum balandligiga nisbati. Ya'ni mana o'sha kattalashtirish 3 degani rasmimni balandligini mani balandligimga bo'lsangiz, mani necha marta kattalashganim kelib chiqadimi? Tushunarlimi? Hamma tushundimi linza formulalariga? Bularni ham yozib oling. Yana davom ettiramiz. Demak, linza haqidagi masalalarni ichida yana bitta kattalik bor. Linzaning optik kuchi degan narsa bor. Bu D bilan belgilanadi. F linzaning fokus masofasi edimi? Fokus masofaga teskari kattalik linzaning nimasi deyilar ekan? Optik kuchi deyiladi. Ya'ni optik kuchni topish uchun birni fokus masofaga bo'lish kerak. Fokus masofani topish uchun birni optik kuchga bo'lish kerak. Xuddi davr bilan chastotaga o'xshaydi. Oldin berganimiz. Gersni chastotaning birligi, davrning birligi sekund deb-ku. 1 gers degani 1 taqsim sekund, 1 sekund. Xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, optik kuchni birligi dioptriya deb nomlanadi. 1 dioptriya degani nima degani ekan? 1 taqsim metr degani. 1 metr degani 1 taqsim 1 dioptriya degani. Tushunarli, ha? Endi linza formulalarini hammasiga qayerda 1 taqsim f ko'rsangiz, o'rniga nima yozib ishlatib ketish mumkin 1 taqsim f o'rniga. D deb ketisham, mana bu yerda D barobar deb davom ettirsak ham bo'lar ekanmi? Ha? O'sha optik kuchni topish formulasi ekan bu. Buni ham nima qilinglar? Optik kuchni bersa ham, demak bizga masalada optik kuchi 2 dioptriya, 5 dioptriya deb bersa, bizdan nima berilganligi aniq bo'ladi. Fokus masofasi aniq bo'ladi. To'g'rimi? 1 taqsim optik kuch fokus masofa tushadimi formulalarga bo'ladimi? To'liq bo'ladi, tushadi formulalarga. Endi yana bir narsa bor. Ikkita linza ichma-ich joylashganda, masalan, bitta qabariq kelinglar, mana bitta qabariq linza, ikkinchisi botiq bo'lsin. Buni optik kuchi D1, buniki D2 bo'lsa, natijaviy optik kuch, ya'ni D umumiy barobar bo'ladi. D1 plus D2 bo'ladi. Tushunarlimi? Ha? Umumiy, mana shu sistemaning umumiy optik kuchi, optik kuchlar yig'indisi bo'ladi. Yoki buni yana qanday ishlatish mumkin desa, 1 taqsim f umumiy barobar 1 taqsim f1 plus 1 taqsim f2 deyishga ham haqqimiz bormi? Chunki qayerda d ni ko'rsak 1 taqsim f ishlatib ketib bilamizmi? Demak, mana bu tenglamadan ham savollar bergan. Uzoqovda ham bor, Usmonovda ham bor. Eslab qo'ying. Ikkita linza qo'shilsa nima qilaman desa, birinchi xayolingizda nima bo'lish kerak ekan? Umumiy optik kuchi, optik kuchlar yig'indisiga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Sizdan chiqmaydimi bu qoida? Buni ham yozib oling. Endi o'sha Usmonov va Uzoqovdan masalalarni yechamiz.